Hayo do'stlar, birodarlar, o'limni xabari keldi. Qo'chaylik bog'i Bo'stonga. Qochqon bilan qutulmaysan, tomosha qil qabristonga. Qabristonda gul ochilsa, isi bog'ni tutar ekan. Yoshligida yetim qolsa, qoni zardob yutar ekan. Hech kim yetim bo'lmasin, yetim bo'lgan bandalar yorig'li dunyoga kelmasin. Andijon viloyati Baliqchi tumani Yurtobod mahallasini Intizor ko'cha, kichkina arab qabristoni. Bu joyda opam yotibdi, 30 yoshga kirgan. Onam 59 yoshda, onam yotibdi. Jiyanlarim Davronbek, Abbosbek, akam Abdurashid akam yotibdi. Buvajonim, Mayraminamlar, Jo'rovoy otamlar, O'rinbo'y dadam yotibdi, Mashrafxon oyim yotibdi. Hamma yotibdi. Bular ham katta bir ahli mo'min. Jannatlardan joylarini Allohim bersin, Parvardigor. Oxiratlari obod bo'lsin hammalarini.